Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi? Tanlovning respublika bosqichida dastlabki saralash, tuman, shahar va hududiy bosqichlarda g'olib deb topilgan jamoalar o'z bilim va ko'nikmalarini namoyish etishdi. Biz Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurgan Yashil kelajak jamoasimiz bu tadbirgacha hudud, viloyat, sektor bosqichlaridan o'tdik. Biz bu yerga kelganimizdan juda ham xursandmiz. Bu yerga biz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi tadbir orqali oldin olgan malakalarimizni yanada oshirdik. Yoshlarning ekologik huquqiy ongi va madaniyatni yuksaltirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlash, shuningdek yoshlarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonun hujjatlariga hurmat ruhida tarbiyalash, huquqiy immunitetni shakllantirishga xizmat qiladigan tanlov jarayonida ishtirokchilar sohaga oid bilim va ko'nikmalarni orttirishdi. Biz tabiatga ziyon keltirmasligimizni, tabiatni asrashimizni, agar u yo'q bo'lsa biz ham yo'q bo'lishimizni bilib oldik. Bu bizning hudud, intellektual ring, ekologiya uchun barchamiz mas'ulmiz va eng yaxshi ekologik loyiha nomli 4 ta shart asosida jamoalar ekologik, ijtimoiy, siyosiy, huquqiy yo'nalishdagi bilimlarini sinovdan o'tkazishib, o'z hududlarining ekologik holati, ekomadaniyat, hudud ekologiyasini yaxshilash uchun qilinayotgan ishlar bo'yicha taqdimotlar qilishdi. Shuningdek, ekologiya sohasini rivojlantirish bo'yicha takliflarni o'rtaga tashlashdi. Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi? Ko'rik tanlovi ham o'quvchilarning ekologik huquq borasiga bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Respublika tanlovi g'olib va ishtirokchilari diplom, qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi.